Qadrli tamaşaçılar, bugünkü beyramni uyushtiruvchilarni isimlab, ularga biz rahmatlarimizni yetkazib getiribmiz. Birinchi shiratda albatta necha yillar bo'yina bu charani o'tkazuvda moddiy yordamini ko'rsatgan Tatariston Respublikasining Madaniyat Ministrligi 12-chi topqir beyramni uyushtiruv yog'in o'z jilkasine olib, ormay-tolmay xizmat ko'rsatgan G'aliyaskar Kamal ismidagi Tatar Davlat Akademiya teatr kollektivi. Ularga biz zo'r rahmatlarimizni bildiramiz. Hem elbette Yuqori Uslan rayonuna o'zimizning ishqirsiz rahmatlarimizni yetkazamiz. Alqishlarınız. Muzika beyramimizni Fathi Burnaş'ның Tahir hem Zühre draması için Salik Saydaşov icad etken Şarık Biyu devam ede. Başkara orkestr dirijörü Anna Gulşambarova.
Оркестр «Новая музыка». Дорогие